Bugun Intellektual biznes patentlash markazi Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Kelishimizdan maqsad Faplus brendini patentdan o'tkazganmiz Aziz akamiz bilan. Patentlash markazidan Faplus toshlovimiz ham bor. O'zimizni korxonamizni xushqo'ymoq ishlab chiqarish firmamizni patentladik. Mana guvohnomasini oldik. Ishonchli tekshirib berib, avval tekshirib berib, shu narsa qilish kerakmi? Qilish kerak. Qayerda nima xatolik, kamchiliklar bo'lsa to'g'rilashib, guvohnomani berishar ekan. Haqiqatdan men ko'p joylarda isbotini ko'rganim uchun birinchi bo'lib murojaat qilgandim. Brendimiz asosiy nimasi toshlovimiz quymoqlari bo'lgan. Endi patentlab qonuniy o'zimizni himoya qiladigan o'sib qoldik. Juda ham patentlab oldik. Brend uchun Faplus kompaniyasi bilan qanaqa bog'lab turibdi? Ya'ni xodimlaringizni motivatsiyasi nimaga bog'langan siz bilan ishlash uchun? Kelajakda bu nom orqali yana qo'shimcha planlaringiz bormi? Biznes planlar? Albatta. Faplus brend ostida juda katta gipermarketlar, shu ustida ishlayapmiz. Joylarda hamma aniq qilganmiz. Hozir asosiy maqsadimiz Faplusni ko'tarib olib chiqish bo'ldi. Bu brendni bir o'zimizni brend shaxsiy nimamizga erishdik. Shaxsiy brendingizni topdingiz. Xudo xohlasa.